Mana hurmatli do'stlar, bugun yana yangi ish o'rinlari bor. Bu safar ham erkaklar ham ayollarni ishga qabul qiladi. Ish официально русский firma Trudodagor kompaniya tomonidan uzimlarning hammasi taqdim etiladi. Ish официально, yana bir bor aytaman, русский firma, посредник yo'q, puli 200% garantiya. Shuning uchun bu ish hammaga ham nasib qilavermaydi. Albatta videoni oxirigacha ko'ramiz. Videoni ko'rib to'liq tushungandan keyin ekrandagi nomerga tezda aloqaga chiqaveramiz. Chunki joylarimiz soni cheklangan. Bizda hozir zaявkalar yana ko'payibdi. Shuning uchun sizlarga mana e'lon qilib qo'yapman. Bizda demak yana ish bor. Mana hurmatli obunachilar, talabinaga binoan doim so'raysizlar, Zuhurda nima ish qilinadi, qanday ish qilinadi deganlar uchun mana o'sha skalatni o'zidan sizlar uchun maxsus video. Mana ko'ringlar, diqqat bilan. Mana bolalar nima qilyapti, qizlar nima qilyapti. Ichkarini ko'ryapsizlar, tasavvur qilinglar. Mana hozir ham shu futbolkada ishlaydi, ya'niki ichkari issiq. Mana shunaqa korobkalar bilan tezda yordamida komplektatsiya ishlarini amalga oshiradi. Erkaklar ham, ayollar ham bir xil ishlayveradi bu yerda. Registratsiya qilishga ulgurmagan bo'lsangiz yoki deport zapretingiz bormi, buni tekshirmoqchimisiz yoki Trudodagor o'zimliklar xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. +7964 745 11 11 raqamlarga Avaz akamizga aloqaga chiqsanglar, sizlarga kerakli bo'ladigan 3 oy turib bazada turadigan eng ishonchli va kafolatli registratsiya xizmati, deport zapret tekshirish xizmati, Trudodagor o'zimliklar hamma xizmatlarni sizlarga qilib beradi. Bu ofisdan ishlari. Mana xonalar, erkaklar dinni, xotinlar dinni yashaydi. Ishxonaga pishkon borib keriladi. Koridorlar kattagina mana. Bu mana dushlari. Mana shu mana ovqat tayyorlagan joylari. Ovqat tayyorlashadi ekan. Do'stlar, mana har bitta xonaga o'zim kirib ko'raman. Mana o'tirgan joylari. Har bitta xona 10 kishilik yotoq joylar. Mana shu yerda odamlar yashaydi. Hozir kelib shu yerdan video qilamiz. Tak, mana har bitta xonada xolodilnik, morozelnik. Mana shunaqa yotoq joylari bor. Bu tomon ko'rsatadigan bo'lsam, mana bu yoqda mana brigadir akamiz o'tiribdilar. Bu yerda o'tirib ovqatlarni yeyishadi. Shkaflar, hamma narsalar mana bor. Bir oyda hozir men zelkadaman aka. Sredniy kuniga 4,5 mingdan tushiryapman. Men shu skladda 1,5 yil bo'ldi ishlayman. 1,5 yil bo'ldi. Qancha oylik olasiz? Oyligim shu, agar hozir zelka bo'lsa, shu 150 mingni olaman. 1 yilda bo'ldi. 1 yil bo'ldi. Qayerdan bilasiz? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Qancha oylik olasiz aka? 135, 136 oldim. Bu yerda pashti 2 yil bo'ldi. Pashti 2 yil bo'ldi. Oylik vaqti olasizmi? Oylik vaqtida. Bir oyda necha marta oylik? Bir oyda bir marta haftasiga avans beriladi aka. Shu bir oyda qancha oylik olasiz? Bir oyda hozir men zelkadaman aka. Sredniy kuniga 4,5 mingdan tushiryapman. Sizni ko'rib keladiganlar bor. Ishlab oladimi 4,5 ming yo ishlab olmaydimi? Bemalol kelaversin aka. Nima ish qilasiz? Men o'zim kompletovchikman. Pochta skalada, to'g'rimi? Pochta skalada. Bu azon emas. Yo'q, ozon emas. Ish qiyin emasmi? Ish qiyin emas. Din noch, hozir dinga ham o'tiradi. Dinga ham, nochga ham. Do'stlar, hozir odam ko'paydi, dinga ham nochga ham o'tishdi. Pochta sklad bu. Faqat Moskva dokumenti bilan. Pod Moskvadan, O'zbekistondan keladiganlar ularni olmaydi. Faqat Moskva dokumenti qo'lda bo'lishi kerak. To'g'rimi? To'g'ri, shunday. Oylik qaysi oyda berilyapti? Oylik har oyda 15-sida. Har oyning 15-sida. Shunday. Uyga jo'natyapsiz pulni? Ha. Do'stlar, bu kompaniya nomi Uspeh, to'g'rimi? Yana boshqa kompaniya yozmaylarki bizga pul beryapti deb. Opa, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerdan bilasiz? Xorazmdan. Qancha vaqt ham ishlayapsiz mana shu? Men shu skladda 1,5 yil bo'ldi ishlayman. 1,5 yil bo'ldi. Qancha oylik olasiz? Oyligim shu, agar hozir zelka bo'lsa, shu 150 mingni olaman. Oldin biz shu ob'yom ishlardik, ob'yomda ham men shu 100 mingdan kam oylik olmaganman. Eng kami 3650 beradi, to'g'rimi? 3650 registratsiya besplatna, yotoq joy beradi. Patenti, pitaniyasi o'zlaridan bo'ladi. O'zingizdan? Ha. Ishdan men nolimayman, ishim yaxshi. 3650 ishlagan vaqtingiz eng ko'p qancha oldingiz oylik? 98 ming. Necha kun ishlaysiz bir oyda? Endi men выходной xohlasam olaman, xohlamasam yo'q.
shu выходной qilaman lekin. Sizni ko'rib mana Xorazmdan ayollar bor, boshqa ayollar bor kelmoqchida. Misol, dokumenti bor, Moskvada qayerdadir ishlab yuribdi. Nima deysiz mana? Hozir zdelkada qancha olasiz? Bemalol kelaversinlar. O'zi bu Uzbek kompaniyasiga birinchi bo'lib ayollardan men kirganman. 110 ta erkak bola ishlardi. Birinchi bo'lib meni olganlar. Men shundan beri davolimman. Men shu kompaniyada ishlayman. Xudoga shukr, nolimayman. Bemalol kelaversinlar. Opa, bu safar zdelkani oyligini olsangiz, kelib video qilamiz 15 degan. Bemalol. Rahmat sizga. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Aka, siz qancha vaqtdan ishlayapsiz? 1 yilda bo'ldim. 1 yil bo'ldi. Qayerdan bo'lasiz? Jizzaxdan. Jizzaxdan. Qancha oylik olyapsiz aka? 135, 136 oldim. Olyapsiz a? Zdelkadaman. Oyligida xudo xolasa sizga video qilamiz. Xudo xolasa. Do'stlar, bu videoni qisqaroq qilamiz. Borib ofisdan ham ko'rsatamiz, qanday holda yashashadi. Hozir mana ko'rib tursa, bu yoqda pochta, sklad. 1 kilometr bu yoqda o'sha yotoq joyi, to'g'rimi? Peshkom borib kelasizlar. Unaqa Peshkom. avtobusga men peshtabga qanaqa narsa yo'q, to'g'rimi aka? 5 minut vaqt ketadi, bo'ldi. Rahmat sizga aka. Rahmat. Aminjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kinexam to'qaylik. Siz shu firmada kamera qilib gapiring. Qancha vaqtdan ishlayapsiz? Nechta odam kerak? Nima yangiliklar bor bu yoqda? Xo'p, men bu kompaniyada 2 yil xudo xolasa ishlayapman. 2 yildan buyon hozir yangiliklarimiz shu vakansiya kundan kunga talab bor bizning kompaniyaga. Sezon boshlandi. Sezon boshlandi. Sezon bo'lmagan paytda ham bizning kompaniyaga talab yuqori bo'lgan, chunki ishimizning sifati yuqori. Shuning hisobiga bizning kompaniyaga hamma vaqt talab bor. Xo'p, mana shu joyning o'ziga bizning 150 nafar ishchimiz ishlaydi. Yana nechta odam kerak? Yana kerak, olaveramiz. Qancha bo'lsa farqi yo'q. Farqi yo'q. Dokumenti bo'lsa, xo'p, yoshlar to'g'ri kelsa ishlay olaman degan odamlar bo'lsa olaveramiz. Faqat ishga xohishi bor odamlarni Gorod Moskva patenti bo'lsa bo'ldi. Faqat nochida o'z denga ham o'tilaring a? Hozir denga ham ochilgan, bizning vakansiyamiz denga ham ishimiz ketyapti. Xo'p, aytib o'tilganda 3650 rubldan smenasiga to'lanadi. Bemalol ish kunlarini o'zlari ham hisoblab ketaveradi. Xo'p, ish kuni kam chiqishi yoki lishni shtraflar, boshqa narsa, o'zi shtraf deyarli yo'q bizda unaqa. Xo'p, kompaniyamizda bolalar zdelkadagilar ham, xo'p, boshqa joylarda bor ekan shunaqa narsalar eshityapmiz. Zdelkada kim ko'p oylik chiqarsa, xo'p, ularga shtraf qilib pulni urib qolish shunaqa narsa. Bizda unaqa narsa yo'q. Oylik tarqatilishidan 3-4 kun oldin bizdan tayyor bo'lgan tabellar keltiriladi. Bolalar bemalol o'zi tekshiradi. Zdelkadagilar nechta pik urgan piklarni hisoblaydi, kunlik urgan pikni ham hisoblab ketaveradi. Keyin oylikka yaqin qolgan paytda xo'p, tabel chiqadi, kimni nechta urgan pikki. Bolalar bemalol o'zi tekshirib olaveradi. Tekshirib tayyor qilib qo'yadi. Oylik bo'lgan payti bemalol birga bir solishtirib oyliklarini oladi. Xo'p, unaqa rahmat sizga. Kezalaring mana Aminjon bu yoqda brigadirlar kutib olishadi.